bilan Nizomni yaxshi taniysizlar. Bu yil mana 80 yilligi bo'ladi. Bo'zlik, Andijonlik, yozuvchi, shoir, juda ko'p kitoblari bor, mana 10 dan ortiq kitoblari bor. Hammasini yuqorida aytgan sovg'a qilgan menga mana. Hammasini hali yuragidan chiqarib, birinchi kitoblarni olib kelib bergan. O'qiydiganim o'qidim, endi mana Andijonning fuqarolari, Andijonning xalqi, Andijonning yoshlari foydalansin. Nima qilaman men o'zimni o'qib bo'lgan kitobimni chang bostirish o'tib. Shu bekarga mana ko'chaga olib chiqib qo'yapman. Bemalol Andijonda yoshlari kelib o'qish kerak. Erkin Vohidni juda yaxshi taniysizlar. Ajoyib O'zbekiston qahramoni. Yevropa davlatlaridan biriga borganimda ko'rdimki, shu yerda joylarda, ochiq maydonlarda, aholi, odamlar gavjum joylarda ochiq bepul kutubxonalar tashkil qilganligini. Mana shuni o'rganib kelib, mana bugun Andijon shahridan birinchi qadamni boshladim. Joylarda mana shu yuqorida aytgan supermarket, gipermarket, istirohat bog'lari, umuman aytganda aholi gavjum joylar, bozorlar oldilariga ochiq bepul kutubxonalar tashkil qilishni boshladim. Banda birinchi kutubxonani o'zim shaxsan ochib berdim. Bu qanday bo'ladi? O'zimning shaxsiy kutubxonam bor edi uyimda. Hisob kitob qildim. 112 ta kitobim bor ekan. Albatta bu kitoblardan men kerakli paytda foydalanganman, o'qiganman. Shuni men Andijon aholisiga, Andijon faollariga bugun shunday murojaat qilib aytmoqchimanki, mana shu ziyo, bilim, kitob chang bosib yotgandan ko'ra Andijon fuqarolari, Andijon farzandlari, yoshlarimiz shu kitoblardan foydalansa, ziyoli bo'lsa, bilimini orttirsa, bu ham bir katta savob ish emasmi degan niyat bilan mana shu birinchi qadamda o'zim yuqorida aytgan shaxsiy kutubxonamdagi 112 ta kitobimni olib chiqib bugun qo'ydim. Bu Andijonda juda ko'p joyda paydo bo'ladi. Mana biz ham nuroniy jamg'armasi ham o'zimizning rejamiz bor, qanday nimalar. Meni ham masalan xususiy haqiqatda o'zimning shaxsiy kitobxonam bor. Juda ko'p sohalar bo'yicha kitob. To'g'ri chang bosib turish kerak emas-da. Bundan xalqimiz foydalanish kerak. Men juda ham qo'llab-quvvatlayman. Bu kutubxona shunday bo'ladi, yuqorida aytgan ochiq, bepul 24 soat ishlaydigan kutubxona. Har qanday Andijon fuqarosi kelib, bu kitoblarni ko'rib, yoqqanini olib ketib, foydalanib, o'qib bo'lib, yana qaytarib olib kelib joyiga qo'yish kerak. Yoki bo'lmasa, o'zini uyida kitobi bo'lsa, o'qib bo'lgan kitobi bo'lsa, olib kelib, uni qo'yib, o'qimagan kitobini olib ketib foydalanishi mumkin. Yuqorida aytgan Andijon yoshlarini, Andijon xalqini ziyosini, bilimini, ilmini ortishida o'zini hissasini qo'shgan bir savobli ishlardan biri bo'ladi degan umiddaman.